Ammo qo'rqyapti, yuringlar. Mayli, eng bular yuraydigan yuraydi. O'zi. Operatsiya qilgingiz boqib, Qildik. bilmasangiz Biz bil poylab qo'yganmiz. ha, xudo xohlasa yaxshi. Bugun havo kirmoqda har holda. O'zi fayzli insonsiz. O'sha mana shunaqa odamlar ishi ham oson bitadi o'zi. Rahmat. Harakat toping. Sog' bo'ling. Siz mendan ham fayzlisiz. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat. Siz o'g'misiz? Kayfiyatli yaxshi? Ham septoplastika, ham blefaroplastika. Qalay kayfiyatlar? Yaxshi. Nega kulyapsiz? U samimiy yaxshimi yoki kinoyalimi? Qalaysiz siz? Ha, yotib oldingiz. Charchadim, yugurdingizmi? Mana shu klinikamizdan oldin boshqa klinikalarni ham nazorat qilgansizlar. Da ko'rganmiz, analiz qilganmiz. Mana shu savol kerak bizga. Birinchidan munosabat, bizga munosabat. Juda xushmuomalasizlar, hammasi yoqdi. Keyin bu tegi tozalik, shart-sharoitlar yaxshiligi. Kim hamma nima sifatni va arzonlikni yaxshi ko'radi ko'pchilik. Sifat bor, qimmat emas. Davollaymiz. Rahmat, rahmat. Faqat sprey bilan yuradi. Sprey ko'p ishlatarmidingiz? Ha, bitta relaksiya 3 kun beradi. Nimalari yana ma'qul? Endi operatsiyalar bu shifokorlarning professionalizmi, o'zi klinikadagi sharoitlar qanaqa? Kamchiliklar bo'lsa ham aytsanglar, biz uchun bu ham Kamchilik ko'rmadi, nega hammasi yaxshi. Qo'lda